Bugun qanday ob-havo bo'lishi aytildi. Assalomu alaykum, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling. O'zgidromet bugun 23-yanvar kuni kuzatiladigan ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi va ertalab ba'zi joylarda qor yog'adi, ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja sovuq, kunduzi 0.5 daraja sovuq bo'ladi. Usti yurtda kechasi 15-20 daraja sovuqqacha, kunduzi 3-8 daraja sovuqqacha o'zgarib turadi. Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja sovuq, kunduzi 0.5 darajalik bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 5-10 daraja. Cho'l hududlarida shimolda 11-13 daraja sovuqqacha, kunduzi 0.5 darajalik bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi va ertalab ba'zi joylarda qor yog'adi, ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 0.5 daraja iliq, ba'zi joylarda 8 daraja sovuqqacha, kunduzi 3-2 darajalik bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi va ertalab ba'zi joylarda qor yog'adi, ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 0.5 darajalik bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi va ertalab ba'zi joylarda qor yog'adi, ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 0.5 daraja iliq, kunduzi 3-2 darajalik bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qor yog'adi, ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi, qor ko'chishi xavfi bor. Harorat kechasi 10-15 daraja sovuq, kunduzi 0.5 darajalik bo'ladi. Joriy yilning 22-24-yanvar kunlari O'zbekiston hududiga nam va sovuq ob-havo massalari kirib keladi. 22-yanvar, 23-yanvar kuni kechasi va ertalab O'zbekiston bo'yicha asosan qor ko'rinishidagi yog'ingarchilik kuzatiladi. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida 22-23-yanvar kunlari ba'zi joylarda kuchli yomg'ir yog'adi. Respublika bo'yicha ba'zi joylarda shamol tezligi 15-20 metr sekundgacha kuchayadi. Ayrim joylarda ba'zida 22-25 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. 22-24-yanvar kunlari harorat kechalari 3-8 daraja sovuqqacha, kunduz kunlari 3-2 daraja iliqqacha, shimolda kechalari 12-15 daraja sovuqqacha, kunduz kunlari 2-5 daraja iliqqacha pasayadi. 22-26-yanvar kunlari respublikaning tog'oldi hududlarida qor ko'chishi xavfi bor. Kanalimizga obuna bo'ling. Bundanda yaxshi xabarlar bizning kanalimizda chiqadi.